أتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana shoh kontra o'ynayverib zerikkanimdan yangi ishga qo'l urdim. Xo'p, bu qanaqa ish? Yangi app yasamoqchiman. Bu qiziqarli IQ'ningiz darajangizni darajalab beradi. IQ'ningiz mana 124, 112. Xuddi shunday qilib darajalab beradigan app hisoblanadi. Bu appni men bir kundan beri to'xtamay yozdim. Ro'yxatdan o'tish bo'lmini yasab chiqdim. Ro'yxatdan o'tish noqulay, unday. Bu juda ham sodda. Biz juda ham yengil va sodda ro'yxatdan o'tish qilamiz. Menga o'zi ro'yxatdan o'tish yoqmaydi, lekin appning ilovalarini, appning imkoniyatlarini ko'paytirib berar ekan, shuning uchun qo'shdim bu qismni. Buguncha hozircha shularni yozdim va sizga bular qanday ishlashini qisqacha tanishtirib beraman. Va bugun yana kod yozaman. To'xtamay asosiy qismga ham o'tib boraman. Xo'p, bularni hozircha faqatgina ko'rinish qismini yozib chiqib, keyin ilovaga ichki qismiga ishlov beriladi. Mana ko'ramiz. Bu splash page, ya'ni kirish qismidagi 3 soniyalik bet hisoblanadi. Keyingi qismimiz mana asosiy. Birinchi siz ilovaga shunday kirganda ko'radigan betingiz. Bu har doim chiqmaydi, bir marta ro'yxatdan o'tguncha ko'rasiz xolos. Xo'p, bu yerdan create account, login yoki Google orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Google orqali ro'yxatdan o'tish hozircha ishlamaydi. Deyarli hech qaysi ishlamaydi. Hammasi ko'rinish uchun yozilgan kodlar. Keyin ishlaydigan qilamiz. Mana kirsak xuddi shunday bo'ladi. Bu yerga xohlagancha matn hozir ham kirgizsa bo'ladi, lekin login akkauntni bosganda hech narsa bo'lmaydi. Xo'p. Bu O'zbekistonda ITni rivojlantirish bo'yicha birinchi kontentim. Bu meni qo'llab-quvvatlash uchun like bosish, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Chunki O'zbekistonda ITni rivojlantirish juda ham zarur. Bunaqa kontentlar esa YouTube'da juda ham kam do'stlar.